Hammaga salom, sizlar bilan har doimgidek Sulton va Clash News kanali egasi. Xo'p, sizlar bilan bugungi qisqacha videorolik uzr kech bo'lib ketdi, ko'rsatib beraman degandim ancha oldin, esimdan chiqib qolibdi. Xo'p. Mana shu chempionkamizdagi skin, ya'ni legendarniy skinni qanday tekin olishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizaga xo'p, Google yoki Chrome'ga kirib, Supercell Store .com saytiga kirasizlar, ya'ni bu Supercellni ofitsialniy o'zini sayti hisoblanadi va bu yerga kirib o'zinglar yangi akkauntinglarni, ya'ni Clash of Clans'dagi akkauntinglarni kiritib olasizlar. Hech qanday muammo yo'q. Bemalol kiritib olishinglar mumkin. Bu yerda plus tomonlari xo'p, bu yoqda bonuslar bor. Bonuslarni olishinglar mumkin. Masalan, men juda ham ko'p bonuslar olaman bu yerdan. Tekinga berishadi. Xo'p, kirganinglarda go to event mana shu turibdi. O'zi pastga tushsanglar mana shu yerda ko'rsatib qo'yadi. Bizda hozir 17 soat 46 minut turibdi. O'rtoqlar, uzr, esimdan chiqib qolibdi. Video rolik qilib yoki biror narsalarni tushuntirib o'tib ketaman degan edim, vaqtim bo'lmadi. Ancha oldin chiqqan edi bu. Xo'p, 17 soat, ya'ni ertaga soat O'zbekiston soati bilan 1:00 da, ya'ni obetdagi 1:00 da eventimiz tugaydi. Xo'p, bu yerga kirsanglar, hech qaysi bunaqa turmaydi, ya'ni ustiga bunday bosib qo'ysanglar, o'sha mana shu narsalar chiqib keladi. Ya'ni bu yerda bonuslari ham bor va o'zini shartlari bor. Mana birinchi day, ya'ni birinchi kundagi sharti Desert Town Halls, ya'ni 6 ta uyni, ya'ni bazadagi uyni buzishinglar kerak bo'ladi atakada. 6 ta. Xo'p, shunda bu ptichka bo'ladi va mana bu yerdagi kartani ham sizlarga bonus bilan beradi. Claim qilib olsanglar, o'sha bazanglarga shu tushadi va hozirgi eventimizda bo'layotgan narsalardan birorta tropslarni olishinglar mumkin. Keyingisi Clear Objects, ya'ni ko'rsanglar daraxtlar yoki toshlar bo'lishi mumkin. Shunda, ya'ni katta bazada, yorug' bazada va chorniy bazamizda ham xullas ikkalasidan yo birortasi yoki ikkalasi qo'shib hisoblaganda 7 ta o'sha nima buzishinglar kerak bo'ladi, ya'ni toshmi, daraxtmi, shunaqalar ikkinchisi. Xo'p, uchinchisi Deploy Troops, ya'ni 250 ta askar jangchini atakada tashlashinglar kerak. Sizlarga juda ham zo'r usulni aytib o'taman. Atakaga polni bilasizlar, bir levelda ochiladigan varvar bor, ya'ni barbarin degani. O'shandan polni 250 ta yoki full o'g'irlasizlar, ya'ni menda masalan 320 ta sig'adi. Shunday hammasini olasizlarda birdaniga kirib atakaga polni tashlasanglar, o'sha ptichka bo'ladi bu narsa. Keyin Collect Card, ya'ni 3 ta kartani ochishinglar kerak bo'ladi. O'zi hamma ochib bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Keyingisi yana Collect Stars, ya'ni 10 ta yulduzcha olishinglar kerak atakada. Ya'ni kirasizlar, ataka qilasizlar, 10 ta yulduzcha olsanglar, bular ham ptichka bo'ladi va bu yerda sovg'alarni bemalol olishinglar mumkin. Bu yerda o'sha bitta ko'rsanglar 3 ta kartani olasizlar ekan, bitta sandiqcha, bitta klan to'ldirib beradiganlar. Undan so'ng hammasi ptichka bo'lgandan keyin bu yerdagi claim tugmasini bosib bemalol chempionkani olsanglar, bazanglarga tushadi.